dushanba, seshanba, payshanba, juma davlatda qonuniy reyslari faqat qo'yliqdan yuradi degan ukalarimiz uchun ishonmayotganlar uchun mana davlat avtobusi mana kelyapti va ketyapti akalar. Toshkent, Moskva, Sankt-Peterburg akalar. Dushanba, seshanba, payshanba, juma akalar. Haftada 4 kun bemalol biz bilan bog'lanib, qo'yliqqa kelib, biz bilan Rossiya yo'nalishlariga ketsanglar bo'ladi akalar. Mana ko'p gapirmaymiz aka-ukalar. Avtobus ish holatida hamma yo'lovchilarimiz ketyapti. Hammasi aka-ukalar chotki, hammasi bir xil narxdan berib ketishyapti. Endi esa avtobus ish holatini bir ko'rsatib qo'ying aka, ko'rsin xalq aka, qanday ketyapti va nech puldan berib ketishyapti. Mana aka-ukalar hozir Yondi-yu, tash olayotgan-ku. ichki holati mana Yondi-yu. aka-ukalar ketyapti. Moskvaga necha pul to'ladingiz? 900 ming so'm. Aka-ukalar ketyapti. Konditsionerlar ishlab turibdi, hamma sharoiti bor. Yaxshi joylashib oldingizmi aka? Uyatyapti shekilli mana. Aka, siz qayergacha ketyapsiz? Питерga. Sankt-Peterburg. Через Moskva Piterga, to'g'rimi? Mana. Borib kelmoqchi bo'lganlar bemalol telefon qila olasizlar. Nomerlar ekranda.